Mana hozir bug'doylarda ko'pincha shtangel orqali suspenziyalar va zahar sepilishida bitta farqini ko'rsatamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. 45 gradus burchak ostida biz mana orqaga tortdik buni. Ya'ni bu sepilganda o'simlikda ham ustiga ham ostiga tegadi. Mana ko'rib turibsiz. Bu mana o'zini holatida turibdi mana. Bu naborot, ichiga qarab sepadi, to'g'ri ustidan sepadi. Bu varikda faqat ustki qismidan tegadi. Bu tomoni shunday. Hozir texnikamizni bitta o'taltirib sepamiz, farqini ko'ramiz. Ozgina bir 2 metr yurib sepib bering, ana undan keyingi o'ng tomonimiz 45 gradus burchak orqaga qayrilgan, chap tomonimiz esa 90 gradus burchak bo'yicha to'g'ri ustiga sepiladi. Ha, farqini ko'ramiz. O'shanda o'simlikka sepilishda ham farq ko'riladi. Ko'rdingizmi? Mana farqini ko'ring. 45 gradus burchakda qanaqa sepilyapti, 90 gradus nimada qanaqa. Ana endi hozir borib bu tomonni ham 45 gradus burchak orqaga tortsak, ana shunda bug'doyda ham ost ham ustki tomoniga ham biostimulyatorlarimiz, ham zaharimiz juda yaxshi tegadi. Endi bu tomonni boynagiga bu yoqqa qayirib chiqish kerak aka. Qayirib o'ring endi.